Viloyatimizda ko'p kvartirali uy-joy fondini saqlash va modernizatsiya qilish ishlari izchil davom etmoqda. Joriy yilda mahalliy byudjet hamda boshqaruv servis kompaniyalari mablag'lari hisobidan 152 ta ko'p kvartirali uyni ta'mirlash bo'yicha manzilli dastur tasdiqlandi. Dastur doirasida bugungi kunga qadar o'nlab uy-joylarda mukammal va joriy ta'mirlash ishlari bajarildi. Tuproqqal'a tumanidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Tumandagi boshqaruv servis kompaniyasi ko'p kvartirali uylarni saqlash, ularga sifatli kommunal xizmat ko'rsatish va mavjud infratuzilmani yaxshilash bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Korxona mutaxassislari tomonidan uylarning tom qismi, fasadlar, kirish yo'laklari hamda ichki muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari muntazam texnik ko'rikdan o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar bosqichma-bosqich bartaraf etilyapti. Aholi murojaatlariga tezkor munosabat bildirish, avariya holatlarini oldini olish va uylarning texnik holatini yaxshilash kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasi nazorat inspeksiyasi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda tasdiqlangan manzilli dastur asosida boshqaruv servis kompaniyalarining 1 milliard 700 million so'mlik mablag'lari hisobidan 68 ta ko'p kvartirali uyda mukammal va joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Xususan 4 ta uyning tom qismi ta'mirlandi, 137 ta kirish yo'lagi tartibga keltirildi. Shuningdek 14 ta uyning fasadi, 15 ta uyning ichki va yerto'la qismidagi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari yangilandi. 7 ta ko'p kvartirali uyning kirish yo'laklariga 18 ta kodli qulf bilan jihozlangan temir eshiklar o'rnatildi. Boshqaruv servis kompaniyasi ham ana shu vazifalar doirasida o'z tasarrufidagi uylarning umumiy foydalanishdagi hududlarini obodonlashtirish, kirish yo'laklarini ozoda saqlash, tom va fasad qismlarini ta'mirlash, ichki muhandislik tarmoqlarini soz holatda ushlab turish hamda sanitariya holatini yaxshilash bo'yicha ishlarni izchil davom ettirmoqda. Bizning boshqaruv servis kompaniyamiz 70 ta ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatamiz. 2025-yilda bizlar dastur bo'yicha 23 ta ko'p kvartirali uylarni ta'mirlaganmiz. Mana bu yil ham ko'rib chiqib, shu holatiga qarab 13 ta ko'p kvartirali uylarni dasturga kirgizganmiz. Shu dasturimizda hozirgi kunda 9-chi uyimizni ko'p kvartirali uyni hozir ta'mirlab turibmiz. 15-avgustgacha tugatishga harakat qilamiz. Tabiiy ofat tufayli shifrlarimiz o'chmaydi, shifrlarimizni tuzatib berdilar. Podyezdlarimizni ta'mirlab berdilar. Tozalikqa yaxshi, sharoitlarimizni yaxshilab berib berdilar. Rahmat deymiz ularga. Yog'ingarchilik sezoni bo'lsam, bizlar bu mavsumdan yaxshi o'tib olsak kerak deb o'ylaymiz, lekin yaxshi, hech nechik muammomiz yo'q. Xabar olib, kamchiliklar bo'lsa so'rab surishtirib yetib turadilar. Amalga oshirilgan sa'y-harakatlar natijasida ko'p kvartirali uylarning ekspluatatsiya holati yaxshilanib, eng muhimi aholi uchun xavfsiz, shinam va qulay yashash muhitini yaratishga xizmat qilmoqda.